Son kunlar sizlar bilan 1 oylik challenge qilamiz. Ya'ni LeetCode'da 30 kun davomida osondan to hardgacha, eng qiyinigacha masala yechamiz. Bugun birinchi kun bizda find the index of the first occurrence in a string degan masala. Masalani o'qiymiz. Bunda aytyapti, bizda needle bor, haystack bor. Shularni biz pichanda orasini topishimiz kerak deb aytyapti. Topsak -1 qilamiz. Ya'ni bu masalada biz return haystack find needle masalani tekshiramiz. Masalamiz to'g'ri. Videoga like bosib obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.